Hozir sizlar bilan zavtraqda ham, obedda ham, ujinda ham midangizga tegmaydigan, issiq choylar bilan ketadigan do'ltali va piyozli non tayyorlaymiz. Yumshoqligini qaranglar qizlar. Ishtahan ham ochadi o'zi. Tayyorlanishi ham rosa ham oson. Siz qaysi usulda tayyorlaysiz? Piyozli non va do'ltali nonni kommentariyada yozib keting. Boshladik. Birinchi idishimizga iligan sut solamiz, orqasidan margarin solamiz, tuz va dro'jja solib, hamma masallig'imiz bir-biriga qorishguncha aylantirib olamiz venchikda. Shu holatga keladi va un solib, yumshoq xamir tayyorlab 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin xamirlarimizni kesib olib, shunaqa dumaloq shaklga keltirib olamiz, zuvalachalar tayyorlab olamiz va yana 10 minutga tindirib qo'yamiz. 10 minutdan keyin yoyishga qulay bo'ladi. Yengil yoyib olamiz. Necha yuqoriroq qilsangiz shirinroq chiqadi. Materialroq chiqadi. Men piyozga qizil priprava ham qo'shib yubordim achchiq, ishtahani ochadigan qilib. Va xamirlarimizni shunaqa zich qilib, dumaloq shaklda o'rab chiqamiz. Uchlarini yopish kerak, bo'lmasam piyoz suvlar chiqib ketib qolishi mumkin. Aylantirib, ustini yana 10 minutga o'rab qo'yamiz. Ikkinchi xamirimga do'ltani solib, xuddi piyozimizni o'ragandek, buni ham shu shaklda o'rab chiqamiz va uchlarini yopib chiqamiz. Va bu xamirimizni ham 10 minutga olib qo'yamiz. 10 minutdan keyin yoyishga ham qulay bo'ladi, ham o'zingiz ham qiynalmaysiz. 10 minutdan keyin xamirlarimizni yoyib chiqamiz. Qattiq ezib olmanglar xamir, bo'lmasam piyoz xamirni yirtib olishi mumkin. Va listimizga joylab, chekich urib ustiga tuxumni sarig'idan surkab, oq sedanadan sachdim. Shirinroq bo'ladi yana ham. Va o'rtasiga qora sedana qo'yib, 25 minutga 180 gradusda duxovkada pishirib olamiz. Shu bilan nonlarimiz tayyor. Qaranglar qanaqa chiroyli chiqdi. Ishtahani ochadigan bo'lib, xamirlari ham pisochniy bo'lib zo'r bo'lib chiqadi o'zi ham. Shu usulda tayyorlab ko'rsangiz. Siz qanaqa usulda tayyorlaysiz? Buni hamma har xil usulda tayyorlar ekan. Men usulim shunaqa. Yoqimli ishtaha.